O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Shahram G'iyosov og'ir judolikka uchradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonlik taniqli bokschi Shahram G'iyosovning 2 yoshli qizi vafot etdi. Bu haqda bokschining Instagramdagi muxlislar sahifasi xabar berdi. Manbaga ko'ra, bir necha kun avval bokschining qizi olamdan o'tgan. Hozircha chaqaloqning o'lim sabablari ma'lum emas. Qayd etish joiz, 31 yoshli Shahram G'iyosov 12 aprel kuni AQShning Nyu-Jersi shtati Atlantic City shahrida tashkil etiladigan Profbox oqshomida ringga ko'tarilishi belgilangan. Uning bo'lajak raqibi nomi hozircha noma'lum deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.